Simentalni qorasini ko'rganmisizlar akalar? Mana. Ko'rmagan bo'lsangiz endi ko'rasizlar. Simental. Onasi simental, bolasi qora simental. Mana. Fermerning moli akalar. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Dehqonobod qishlog'idamiz. Mana shu M37 trassasi, mana shu yo'lda mana M37 trassasi. Bu tomondan Samarqanddan kelaverish, bu tomonda mana shu zavod bor. Yo'lda yoqasida mana shu xonadon, fermerning xonadoni. Akalar, uddar ona bolasi bor mana. Simental ona bola. Mana bu onasi. Mana onasi. To'g'risini ayt, necha oylik bo'ldi? 3 oylik. 3 oylik. To'g'risini ayt faqat. 3 oylik. Qancha? 3 oylik. Mana egalaridan 3 oylik deyishyapti. Simentalimiz bo'ylari akalar 1.40 plus. Mana bolasi. Bolani yorib yuborgan. Birinchi qoringa tuqqan mana shuni. U qiz qachon quvdi, qachon qochdi ayt. 15 kunlar bo'lyapti-da. 15 kun? 15 kun oldin qochgan akalar. Mana shuni o'zi 2 marta o'kis sakraganini ko'rdingmi? Yo 1 marta sakraganini ko'rdingmi? 2 marta sakraganini ko'rgan. Mana. Akalar, sigirimiz o'ta zo'r, juda ham baland. Birinchi qoringa tuqqan. Mana sigir. Sigirmisan sigir? Bir yetaladi, nariyoqqa yetaladi. Yetaladi. Joning sog' bugün. Qudrat senga kuch bermayapti. Mana bolasi. Bolasi o'zi cho'lik deyishyapti, kuch bermayapti bolasi. Mana qarang. Haqiqat kartinga bo'lib ketdi bola lekin. Bugungi sanamiz 2026-yilning 12-iyun sanasi, hafta kuniga juma. Hammalaringizga Sayyidul ayyom, juma ayyomi muborak bo'lsin. Hammani xonadonida mana shunaqa mollarda nima o'tib bo'ynini nima qilib qaraki shoxiga qiyibdi-da. Shoxini qiyibdi-da shoxini. Zanjir. Jonivordi. Yaxshi qaramagansan sen. Mana akalar. O'ta zo'r kelib bemalol yeyishiga, ichishiga, kelib sinamoqqa ham kelib bemalol olaverasizlar akalar. Endi buni obunachilarimizga bir narxini chiroyli qilib qo'yish kerak buni. 65 million. Kammi bor? Bolasini o'zi mayli 30 million deya ketib qoladi-da. Mana, joning sog' bugun. $65 million akalar, savdosi bor. Tortma qara, azob beryapsan molga. Shoxini qiygan zanjiring. Mana. Ana simental. Ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Lokatsiyamiz mana aka. Ishtixon tomonidan kelishingizda, Katorovga qarab kelishingizda, ana shu Alpomish shu zavod bor, o'shanga yetmasdan o'ng qo'l tarafda. Katorovdan kelishda o'sha Alpomish yetganda, ozroq o'tganda bir 600 metr o'tgandan keyin chap tarafda o'sha mana shu xonadon. M37 trassasining 66-kilometrida. Bir donada layklar bosasizlar akalar. Ana shu qarindosh urug'larga, sinfdoshlar gruppasiga, jigarlarim gruppasiga, yaqinlarim gruppalariga jo'natib qo'yasizlar akalar. Onaxonlarimiz izlab yurgandir simental. Aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bir savobga erishib qolasizlar akalar. Kim olsa mani baraka topadigan mollar ekan. Bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mana. Sutini aytmading uni, suti nechta? 12 litrga javob akalar. 12 litrga javob. Boladan tashqari bemalol 12 litr sog'ib olaverasizlar. Sinamoqqa ham kelib olaverasizlar shu yerda o'zida. Lekin bolani yorib yuboribdi lekin bolani. Simental, qora simental. Mana.
oldilarda bitta bo'laydi. Hachoning sog' o'gir. Nuqtasini bir ichib qo'yish kerak edi buni. Tagiga qo'yib yuborib qo'yish kerak edi. Mana. Mana. Udar. Bo'ldi. Olib ket. Shoshmaydi. Orqa taraflarni yana bir bor qo'yay. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar akalar. Hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin.